Assalomu alaykum. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va aziz pensionerlarimiz. Bugun sizni, ayniqsa keksa avlod vakillarini juda muhim va dolzarb bir mavzu bilan tanishtirmoqchiman. Bu ma'lumot shunchaki muhim emas, balki kritik darajada ahamiyatli. Chunki bugun biz o'z uyingizga tekshiruvchilarning tashrif buyurishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Tekshiruvchilar uyga keladi. Pensionerlar tayyorlaning. Bu sizning nafaqangiz, ijtimoiy yordamingiz va umuman moddiy ta'minotingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan o'zgarishlar haqida. Shuning uchun iltimos diqqatingizni jamlang, har bir so'zimni sinchiklab tinglang. Bu ma'lumot sizni ko'plab ortiqcha muammolar va noqulayliklardan asrab qolishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni kengroq auditoriyaga yetkazishimizga yordam beradi. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar keling, avval qanday bo'lgani va hozir nimalar o'zgargani haqida gaplashaylik. Ilgari pensionerlarga pensiya yoki ijtimoiy nafaqalar tayinlash, ularning moliyaviy holatini tekshirish jarayoni asosan hujjatlarga asoslanar edi. Ya'ni siz tegishli idoralarga barcha kerakli qog'ozlarni topshirardingiz. Pasport nusxasi, ish staji bo'yicha ma'lumotnoma, oila tarkibi haqida ma'lumot va hokazo. Tekshiruvlar ko'pincha idora ichida, stolda o'tkazilar. Hujjatlarning to'g'riligi va qonunchilikka muvofiqligi asosiy e'tibor markazida bo'lardi. Uyga borib shaxsiy yashash sharoitlarini o'rganish hollari kamdan kam uchrar. Asosan juda murakkab yoki bahsli vaziyatlarda, masalan, nogironlikni aniqlash yoki moddiy yordamni aniq kimga berish kerakligini belgilashda qo'llanilardi. Siz arizangizni topshirardingiz va javobni kutardingiz. Jarayon nisbatan an'anaviy va rasmiy edi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgarib bormoqda. Bugungi kunda davlat ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli, shaffof va manzilli qilishga intilmoqda. Buning sababi oddiy. Pensiyalar va nafaqalar haqiqatdan ham ehtiyojmandlarga yetib borishini ta'minlash, shu bilan birga suiiste'molliklar va asossiz to'lovlarni oldini olish. Zamonaviy axborot texnologiyalari va raqamlashtirish jarayonlari tufayli turli davlat idoralari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi kuchaydi. Bu degani sizning daromadlaringiz, mol-mulkingiz, kommunal to'lovlaringiz va boshqa ma'lumotlar avtomatik tarzda tahlil qilinishi mumkin. Bu tahlillar natijasida agar sizning deklaratsiya qilingan daromadlaringiz va yashash sharoitlaringiz o'rtasida katta nomuvofiqlik aniqlansa yoki boshqa biror shubha tug'ilsa, ijtimoiy xizmatlar xodimlari, mahalla faollari, ijtimoiy himoya agentligi vakillari, hattoki mahalliy hokimiyat vakillari endi shunchaki hujjatlar bilan cheklanib qolmaydi. Ular sizning uyingizga bevosita tashrif buyurishi mumkin. Bu asosan haqiqiy ehtiyojni aniqlash va ijtimoiy yordamni maqsadli yo'naltirish uchun qilingan qadamdir. Endi nafaqat qog'ozdagi ma'lumotlar, balki sizning real yashash sharoitlaringiz, oila a'zolaringizning holati va boshqa nozik jihatlar ham baholanadi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak? Keling, bu jarayonni chuqurroq tahlil qilaylik. Nimalarni bilishimiz kerak va kimlar ushbu tekshiruvlardan xavotirlanishi kerak? Bu tekshiruvlarning maqsadi jazolash emas, balki vaziyatni aniqlashtirish ekanligini tushunish juda muhim. Ular sizning yashash sharoitlaringizni, xonadoningiz a'zolarini, qo'shimcha daromad manbalarini, masalan, mulkni ijaraga berishdan olingan sanda norasmiy ish, kommunal to'lovlar sarfini deklaratsiya qilingan daromadlar bilan taqqoslashni, shuningdek, mehnatga layoqatli qarindoshlarning mavjudligini tekshirishi mumkin. Kimlar xavotirlanishi kerak? 1. Haqiqiy holati o'zgarganlar, ammo bu haqda xabar bermaganlar. Agar siz pensiya, nogironlik nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy yordam olsangiz, lekin sizning moliyaviy yoki yashash sharoitingizda jiddiy o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa va siz bu haqda tegishli organlarga xabar bermagan bo'lsangiz, siz tekshiruv obyekti bo'lishingiz mumkin. Masalan, norasmiy ishga kirgan bo'lsangiz, mulk sotib olgan bo'lsangiz yoki farzandlaringiz moddiy ahvoli yaxshilanib, siz bilan birga yashay boshlagan bo'lsa, bir misol, keling, opa Gulchehra misolini ko'raylik. U nogironlik pensiyasini oladi va rasman yolg'iz yashaydi deb ko'rsatilgan. Uning o'g'li rasman chet elda ishlaydi. Ammo muntazam ravishda onasiga pul yuboradi. Opa yaqinda o'z deklaratsiya qilingan daromadlariga nisbatan ancha qimmatroq bo'lgan maishiy texnika xarid qildi. Uning yashash tarzi deklaratsiya qilingan daromaddan yuqori ko'rinadi. Bunday holatda ijtimoiy himoya agentligi xodimlari vaziyatni aniqlashtirish uchun uning uyiga tashrif buyurishi mumkin.
Ular o'g'lidan kelayotgan yordamni oila daromadi sifatida baholashi mumkin. Bu esa nafaqa miqdoriga ta'sir qiladi. Keyin uy xo'jaligi tarkibini noto'g'ri ko'rsatganlar. Agar sizning rasman ro'yxatdan o'tgan uy xo'jaligi tarkibingiz haqiqiy holatga mos kelmasa, tekshiruvlar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlaringiz boshqa joyda yashasa-da, ular sizning uyingizda ro'yxatda turib, sizning kam ta'minlanganlik darajangizni pasaytirsa yoki aksincha, ular siz bilan yashasa-da daromadlari hisobga olinmasa. Ikkinchi misol, amaki Said kam ta'minlangan oilalarga beriladigan ijtimoiy yordamni oladi. Rasman eski avariya holatidagi uyda yashaydi deb ko'rsatilgan. Ammo aslida u tadbirkor qizining yangi, shinam uyida yashaydi. Qizi uni o'z uyiga rasman ro'yxatdan o'tkazgan, lekin amaki Saidning eski manzil bo'yicha nafaqa olishda davom etayotgani ma'lum bo'lsa, bu tekshiruvga sabab bo'ladi. Tekshiruvchilar uning haqiqiy yashash sharoitlari va oila daromadlarini baholaydi. Kommunal to'lovlari deklaratsiya qilingan daromadlarga nisbatan g'ayritabiiy yuqori bo'lganlar. Agar sizning uy xo'jaligingizning elektr, gaz, suv iste'moli yoki boshqa kommunal to'lovlari siz deklaratsiya qilgan daromadlaringizga mutlaqo mos kelmasa, bu ham savollar tug'dirishi mumkin. Masalan, past daromad ko'rsatilgan holatda katta miqdordagi energiya iste'moli bu uyda ko'proq odam yashayotganini yoki boshqa daromad manbalari borligini ko'rsatishi mumkin. Ustidan shikoyat kelib tushganlar, ba'zan qo'shnilar yoki boshqa shaxslardan nomusga yo'ymaydigan shikoyatlar kelib tushishi ham tekshiruvga asos bo'lishi mumkin. Bu shubhasiz noxush holat, ammo bunday shikoyatlar ham nazardan chetda qolmaydi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Haqiqiy ahvoli og'ir bo'lganlar, agar sizning moddiy ahvolingiz haqiqatdan ham og'ir bo'lsa va bu holatda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, siz xavotirlanmasligingiz, bu tekshiruvlar aynan siz kabi ehtiyojmandlarga yordam berishga qaratilgan. Uchinchi misol, bu Fatima faqat pensiya hisobidan kun kechiruvchi yolg'iz pensioner. Uning uy-joy sharoitlari va yashash tarzi uning moliyaviy ahvolini aniq ko'rsatib turadi. U barcha kommunal to'lovlarni o'z vaqtida va muntazam ravishda to'laydi. Bunday uning uyiga kelgan tekshiruvchilar uning haqiqiy ehtiyojini tasdiqlaydi va unga berilayotgan yordamning asosli ekanligiga ishonch hosil qiladi. U xavotirlanishi shart emas. 2. Barcha daromadlari va yashash sharoitlarini to'g'ri deklaratsiya qilganlar. Agar siz barcha daromad manbalaringizni, mol-mulkingizni va oila a'zolaringiz haqidagi ma'lumotlarni tegishli idoralarga to'g'ri va to'liq taqdim etgan bo'lsangiz, tekshiruvchilarning tashrifidan qo'rqishingizga hojat yo'q. O'tu ma'lumotlarni muntazam yangilab turuvchilar. Agar sizda biron bir o'zgarish yuz bersa, masalan, farzandingiz ishga joylashsa, oila tarkibi o'zgarsa va siz bu haqda o'z vaqtida ijtimoiy himoya agentligi yoki mahalla faollariga xabar berib turgan bo'lsangiz, sizni hech qanday kutilmagan vaziyat kutmaydi. Asosiy qism 2 qoidadan istisnolar va noaniq nuanslar. Bu jarayonda ba'zi istisnolar, tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik nuanslar ham mavjud. Keling, ularni birma-bir ko'rib chiqaylik. Avvalo bu tekshiruvchilar kimlar ekanligini aniqlashtirib olaylik. Ular faqatgina soliq xodimlari yoki huquqni muhofaza qilish organlari vakillari emas. Ko'pincha bu guruhga mahalla fuqarolar yig'inining xodimlari, mahalla yettiligining a'zolari, xotin-qizlar faoli, yoshlar yetakchisi, profilaktika inspektori va boshqalar, ijtimoiy himoya agentligining mutaxassislari, shuningdek mahalliy hokimiyatning ijtimoiy masalalar bo'yicha mas'ullari kirishi mumkin. Ba'zi hollarda agar masala kommunal to'lovlar bilan bog'liq bo'lsa, kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlarining vakillari ham ishtirok etishi mumkin. Ko'pincha ular mahalla faoli yoki profilaktika inspektori bilan birga kelishadi. Tekshiruvchilarning huquqlari va sizning huquqlaringiz. Tekshiruvchilarning huquqlari. Ular uyga kelganda o'z xizmat guvohnomasini ko'rsatishi shart. Guvohnomasiz hech kimni uyingizga kiritmang. Ular tashrif sababini tushuntirishi kerak. Ular sizning yashash sharoitlaringizni vizual baholashi, uy xo'jaligida kimlar yashayotganini aniqlashi, savollar berishi mumkin. Ular ayrim hujjatlarni, masalan, kommunal to'lovlar kvitansiyalarni, pasport nusxalarini, oila a'zolarining ish joyi yoki daromad haqidagi ma'lumotlarni so'rashi mumkin, agar bu ijtimoiy yordam olish shartlariga ta'sir qilsa. Ular tekshiruv natijalari bo'yicha dalolatnoma tuzishi mumkin. 2. Sizning huquqlaringiz. Siz ulardan xizmat guvohnomasini talab qilishga haqlisiz. Agar ular guvohnomasini ko'rsatishdan bosh tortsa
ularni kiritmaslikka haqlisiz. Siz tashrif sababini aniq tushuntirishlarni talab qiling. Siz tekshiruv jarayonida guvoh ishtirok etishini so'rashingiz mumkin. Bu sizning yaqin qarindoshingiz, qo'shningiz yoki ishonchli shaxs bo'lishi mumkin. Sizga taqdim etilgan har qanday hujjatni, masalan, dalolatnomani imzolashdan oldin diqqat bilan o'qib chiqishga va tushunishga haqlisiz. Agar siz biror joyga rozi bo'lmasangiz, izoh yozib imzolamaslikka yoki o'z e'tirozlaringizni yozib imzolashga haqlisiz. Agar sizning huquqlaringiz buzilayotgan deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki ishonch telefonlariga murojaat qilishga haqlisiz. Uyga majburlab kirishga hech kimning haqqi yo'q. Faqatgina sud qarori yoki qonunda belgilangan favqulodda holatlar bundan mustasno. Biroq agar tekshiruvchi ijtimoiy yordam bilan bog'liq asosli sabab bilan kelgan bo'lsa va siz ularni kiritmasangiz, bu sizga berilayotgan nafaqa yoki pensiyaning vaqtinchalik to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Tuzoqlar ko'zdan panada qoladigan nuanslar 1. Yolg'on ma'lumot berish, har qanday yolg'on ma'lumot berish, vaziyatni bo'rttirib ko'rsatish yoki yashirish oxir oqibat yanada jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Bu nafaqat nafaqaning to'xtatilishiga, balki ortiqcha to'langan summalarni qaytarishga majburiyatiga ham olib keladi. 2. Savollarni noto'g'ri tushunish. Ba'zan savollar murakkab bo'lishi mumkin. Agar siz savolni to'liq tushunmasangiz, uni qayta so'rashdan yoki aniqlik kiritishdan tortinmang. 3. Intimidatsiyaga berilish. Ba'zi shaxslar afsuski o'z vakolatlaridan foydalanib, odamlarni qo'rqitishga yoki bosim o'tkazishga urinishi mumkin. Bunday holatlarda o'z huquqlaringizni biling va zarur bo'lsa yuridik maslahat oling. 4. Vaziyatdagi o'zgarishlarni xabar qilmaslik. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bu juda muhim. Agar sizning moliyaviy ahvolingiz, oila tarkibingiz, mulkingizdagi o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar bermasangiz, bu kelajakda katta muammolarga olib kelishi mumkin. 5. Tekshiruvning vaqti. Tekshiruvlar tasodifiy bo'lishi mumkin, ammo ko'pincha ular ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqliklar, yuqorida aytilgan shikoyatlar yoki boshqa qizil bayroqlar asosida yuzaga keladi. 6. E'lon qilinmagan mulk. Tekshiruvchilar uyingizda deklaratsiya qilingan daromadlaringizga mos kelmaydigan yangi qurilishlar, qimmatbaho buyumlar yoki boshqa mol-mulk belgilarini izlashi mumkin. Masalan, katta hashamatli televizor, qimmatbaho mebellar, yangi avtomobil yoki uy yonida qurilayotgan qo'shimcha bino. Bu holatlar ham savollar tug'dirishi mumkin. Oilaviy kelishmovchiliklar. Afsuski, oiladagi ichki nizolar yoki qo'shnilar o'rtasidagi kelishmovchiliklar ba'zan anonim shikoyatlarga olib kelishi va bu ham tekshiruvlarning boshlanishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatlarda ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak. Uy xo'jaligi tushunchasi. Ijtimoiy yordamni baholashda uy xo'jaligi tushunchasi ba'zan murakkab bo'lishi mumkin. Kimlar aynan bir uy xo'jaligi a'zosi hisoblanadi, ularning daromadlari qanday hisobga olinadi, bu jihatlarni aniq bilish kerak. Masalan, agar sizning mehnatga layoqatli farzandingiz siz bilan birga yashasa, uning daromadi umumiy oila daromadiga qo'shiladi va bu sizning kam ta'minlanganlik darajangizga ta'sir qiladi. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Bu vaziyatda qanday yo'l tutish kerakligi haqida aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. 1. Sokinlikni saqlang. Birinchi va eng muhimi, vahimaga tushmang. Tekshiruvchilarning tashrifi doim ham yomonlik alomati emas. Ko'pincha bu oddiy tartib yoki aniqlashtirish jarayonidir. 2. Xizmat guvohnomasini talab qiling. Uyingizga kelgan har qanday shaxsdan, hatto siz ularni tanigan bo'lsangiz ham xizmat guvohnomasini ko'rsatishni talab qiling. Ularning ism-sharifini, lavozimini va qaysi tashkilotdan ekanligini yozib oling. Bu sizning xavfsizligingiz uchun muhim. 3. Tashrif sababini tushunib oling. Qanday maqsadda keldingiz? Nimani tekshirishni xohlaysiz? Kabi savollarni bering. Sababni aniq tushunib olmasdan hech qanday ma'lumot bermang yoki harakat qilmang. 4. To'g'ri, ammo ehtiyotkor bo'ling. Berilgan savollarga halollik bilan javob bering, ammo keraksiz ma'lumotlarni o'z xohishingiz bilan aytmang. Faqat so'ralgan ma'lumotlarni taqdim eting. Agar sizda biror narsa haqida aniq ma'lumot bo'lmasa, bilmayman yoki aniq eslay olmayman deb aytishdan tortinmang. 5. Hujjatlaringizni tayyor tuting. Pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, kommunal to'lovlar kvitansiyalar, elektr, gaz, suv agar mavjud bo'lsa, mulk hujjatli oila a'zolarining pasport nusxalari yoki ularning ish joyidan ma'lumotnomalar kabi hujjatlarni doimiy qo'l ostingizda saqlang. Tekshiruv vaqtida ularni so'rashlari mumkin.
Agar yaqinda biror narsa xarid qilgan bo'lsangiz va u bilan bog'liq savollar tug'ilsa, kvitansiyalar yoki cheklarni ham saqlab qo'yish foydali bo'ladi. 6. O'zgarishlar haqida xabar bering. Agar sizning oilangiz tarkibida, daromad manbalaringizda yoki yashash sharoitingizda biron bir o'zgarish yuz bersa, bu haqda zudlik bilan tegishli idoralarga, masalan, ijtimoiy himoya agentligi, mahalla fuqarolar yig'ini xabar bering. Bu sizni kelajakdagi muammolardan asraydi. Misol, agar sizning farzandingiz uzoq vaqt ishsiz bo'lib, siz bilan yashagan bo'lsa va siz ijtimoiy nafaqa olgan bo'lsangiz, lekin u yaqinda ishga joylashsa va yaxshi daromad topa boshlasa, bu sizning oilangizning umumiy daromadiga ta'sir qiladi. Yoki sizga qarash uchun biror yaqin qarindoshingiz, masalan, jiyan, nabira ko'chib kelsa, bu ham ijtimoiy yordam olish shartlariga ta'sir qilishi mumkin. Bunday o'zgarishlarni darhol tegishli idoralarga yozma ariza orqali xabar bering. Arizangizning ikkinchi nusxasiga kirim shtampini qo'ydirib oling. 7. Yordam so'rashdan tortinmang. Agar siz vaziyatni tushunmasangiz, o'zingizni noqulay his qilsangiz yoki savollarga javob berishda qiynalsangiz, mahalla raisi, ishonchli qarindoshingiz, qo'shningiz yoki yuridik maslahatchidan yordam so'rang. Ular tekshiruv jarayonida siz bilan birga bo'lishlari mumkin. Tekuz, hisobot yuritish, tashrifning sanasi, vaqti, tashrif buyurgan shaxslarning ismlari va tashkilotlari, shuningdek, suhbatning qisqacha mazmunini yozib boring. Agar ular dalolatnoma tutsa, uning nusxasini olishni talab qiling. 9. Huquqbuzarlik bo'lsa, agar tekshiruvchilar sizning huquqlaringizni buzayotganini his qilsangiz, masalan, qo'pol munosabatda bo'lishsa, majburlashsa, tahdid qilishsa, darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga, ichki ishlar organlari yoki tegishli yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qiling. Xulosa va yakuniy chorlov. Shunday qilib, hurmatli do'stlar, esda tuting, tekshiruvchilarning uyga kelishi yangi holat emas, balki ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli va shaffof qilishga, yordamni chinakam ehtiyojmandlarga manzilli yetkazishga qaratilgan muhim qadamdir. Bu jarayon pensionerlarimizning hayotini yanada yaxshilash va davlat tomonidan berilayotgan yordamni to'g'ri yo'naltirish uchun xizmat qiladi. Tayyor bo'lish, o'z huquqlaringizni bilish va vaziyatdagi har qanday o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar qilish sizni ko'plab ortiqcha muammolar va noqulayliklardan qutqaradi. Unutmang, davlat sizning yoningizda, ammo siz ham o'z burchingizni bajarishingiz va shaffof bo'lishingiz kerak. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu video haqida o'z sharhlaringizni, savollaringizni yoki ehtimol o'zingiz duch kelgan vaziyatlar haqidagi hikoyalaringizni izohlarda qoldiring. Bu boshqalarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va agar hali obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.